Marokashda ommaviy noroziliklar keskin bosqichga o'tdi. Yoshlar nimadan norozi bo'lmoqda? Blokada qilingan G'azo aholisiga xalqaro gumanitar yordam yana to'xtatib qolindi. Isroil anklav xalqini ochlik vositasida yo'q qilishga urinayapti. Assalomu alaykum. Bugun 5-oktyabr yakshanba. Oktyabr boshida Marokash kuchli yoshlar qo'zg'oloni markaziga aylandi. O'tgan hafta oxirida boshlangan namoyishlar tartibsizliklar va zo'ravonliklarga aylanib ketgan. Xabar qilinishicha, namoyishchilar pichoqlar, qurollar, toshlar, gaz ballonlaridan foydalangan va shinalarni yoqib yuborgan. Yoshlarning norozilik namoyishlari 27-sentyabr kuni Marokashda boshlangan va qirollikning yirik shaharlari, jumladan poytaxt Rabot, shuningdek Kasablanka, Marokash va Agadirga yoyilgan. Namoyish ishtirokchilari ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida islohotlar o'tkazish hamda korrupsiyaga qarshi real islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Qirollik Ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha, Marokashdagi tartibsizliklar va zo'ravonliklar oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, 350 dan ortiq kishi jarohatlangan. Bir guruh shaxslar o'q-dorilar, jihozlar va xizmat qurollarini tortib olishga urinib ko'rgan. Natijada qirollik jandarmeriyasi o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan. Oqibatda 3 kishi halok bo'lgan deya ta'kidlagan vazirlik vakili ham. Ayniqsa shimoliy viloyatlarni qamrab olgan ommaviy chiqishlar mamlakat podshohi Muhammad VI monarxiyasi uchun yangi sinov bo'ldi. Bu mamlakat shu paytgacha tamomila barqarorlik oroli deb hisoblanar edi. Ammo endi bu tasavvur tarixda qoladigan bo'ldi. Marokash yillar davomida G'arb uchun Shimoliy Afrikadagi mo'tadillik oroli sifatida ko'rilgan bo'lsa-da, ushbu barqarorlik pardasi ortida kuchli ziddiyatlar yig'ilib borayotgan edi. Yoshlar orasida ishsizlikning keng tarqalishi, korrupsiya, mintaqalar o'rtasidagi nomutanosib rivojlanish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasidagi noroziliklar yig'ilib, hozir vulqon kabi otilib chiqmoqda. Xalq sabr kosasi to'lib toshgani ko'rilmoqda. 2011-yildagi Arab bahorida qirol va'da qilgan islohotlar orqali norozilikni yumshatishga muvaffaq bo'lgan edi. Lekin bugungi vaziyat ancha xavfli, chunki yangi avlod internet va globallashuv davrida voyaga yetdi. Ular haqiqiy o'zgarishlarni talab qilmoqda. Asosiy omil yoshlar orasidagi iqtisodiy inqiroz bilan bog'liq. 25 yoshgacha bo'lgan marokashliklarning ishsizlik darajasi 25% ga yetgan. Ayrim hududlarda bundan ham yuqori. Hatto universitet bitiruvchilari ham o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topishda qiynalmoqda. Ikkinchi omil raqamli texnologiyalarga oid. Chunki mazkur norozilik namoyishlari TikTok va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali muvofiqlashtirildi. Ayni shu ijtimoiy tarmoqlarda Gen Z 212 harakati paydo bo'lib, qo'zg'olonning norasmiy ramziga aylangan. Yoshlar partiyalar yoki kasaba uyushmalariga emas, balki internet orqali mustaqil uyusha olishlarini ko'rsata olishdi. Uchinchi omil korrupsiya va urug'aymoqchilikdan norozilik oqibatida paydo bo'lgan. Ko'plab yosh marokashliklar uchun jamiyatda yuqoriga ko'tarilish imkoni yo'qdek tuyuladi. Ularning ko'pchiligi uchun yagona yo'l bu xorijga ko'chib ketish bo'lib qolgan. Qayd etish lozim, dastlab tinch namoyishlar sifatida boshlangan chiqishlar tez orada to'qnashuvlarga aylangan. Kasablanka va Fasda avtomobillar yoqib yuborilgan. Al-Husayma va Agadirda esa politsiya bilan qattiq to'qnashuvlar kuzatildi. Eng katta timsoliy voqea Agadir yaqinidagi fojia bo'ldi. To'qnashuvlar vaqtida bir necha odam politsiya tomonidan otib tashlangan. Ichki ishlar vazirligi buni politsiya kuchlarining o'zini himoya qilishi sifatida izohlagan. Lekin jamoatchilik bu izohlarga ishonmayapti albatta. Norozi xalq toshlar yog'dirgan, atrofdagi buyumlar va mashinalarni yoqib yuborishgani aytilgan. Sovuq qurollardan ham foydalanish holatlari kuzatilgan. Hukumat esa bunga yuzlab yoshlarni qamash bilan javob berdi. Bunga javoban monarxiya hukumati ikki vositadan foydalanyapti. Bir tomondan qattiq choralar ko'rilyapti. Politsiya faoliyati kuchaytirilgan, ommaviy hibsga olishlar o'tkazilgan. Axborot nazorati ham kuchaytirilgan. Ikkinchi tomondan esa hukumat ijtimoiy dasturlar va ish o'rinlari haqida yangi va'dalar berishda davom etyapti. Ta'kidlash kerak, Marokash Yevropa Ittifoqi va AQShning muhim hamkori. Bryussel va Parijda vaziyat diqqat bilan kuzatilyapti. Chunki Marokash muhojirlar tranziti va Yevropa xavfsizlik tizimidagi asosiy nuqtalardan biri hisoblanadi. Norozilik namoyishlari oqibatida Yevropaga qochqinlar oqimi yanada kuchayishidan xavotirlar ham kuchaygan. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, Marokashdagi yoshlar qo'zg'oloni tasodifiy epizod emas, balki chuqur inqiroz alomati hamdir. Qisqa muddatli prognozlarga ko'ra, hukumat katta ehtimol bilan kuch va va'dalar kombinatsiyasi orqali norozilikni so'ndirishga muvaffaq bo'lishi mumkin. Lekin yangi ijtimoiy portlashlar hali oldinda bo'lishi ham mumkin. Uzoq muddatli prognozlarga ko'ra esa, agar ijtimoiy-iqtisodiy tizim o'zgarmasa, marokashlik yoshlar oldida ikkita yo'l qoladi. Ularning bir qismi xorijga chiqib ketish yo'lini tanlaydi. Boshqalari esa radikal norozilik tarafdorlari bo'lib qolishi ham mumkin. Mavjud holatni saqlab qolish rejim uchun kun sayin xavfli bo'lib qolmoqda. Umid qilamizki, tez kunlarda Marokashda yana tinchlik hukm sura boshlaydi. O'tayotgan haftada Isroil armiyasi G'azoga gumanitar yordam olib ketayotgan taxminan 40 ta kemaning deyarli barchasini to'xtatib, ulardagi 450 dan ortiq xorijiy faollarni hibsga oldi. Bu voqea bir qarashda navbatdagi bahsli diplomatik inqirozi ko'rinishi mumkin. Ammo aslida bu Isroilning G'azo sektorida amalga oshirayotgan inson huquqlariga qarshi jinoyatlari va genosid siyosatining ochiq ifodasi bo'ldi. Bu harakat flotiliya a'zolariga xalqaro suvlar, ya'ni Isroil yurisdiksiyasidan tashqaridagi dengiz hududida hujum qilinishi
ham xalqaro huquq normalariga qo'pol buzish hisoblanadi. Biroq afsuski hech kim va hech qaysi tashkilot Isroilni jazolay olmaydi. Hozircha Isroil AQShning himoyasiga suyangan holda ko'plab xalqaro jinoyatlarni amalga oshirmoqda. G'azo ahliga qarshi genosidni davom ettirmoqda. Isroil tashqi ishlar vazirligi eng mashhur yo'lovchi Greta Thunbergning askarlar qurshovida kema palubasida o'tirgani aks etgan videosini ham tarqatdi. Bu voqea xalqaro hamjamiyatga ochiq signaldir. Isroil hatto tinch faollarni ham jazolashdan qo'rqmasligini ko'rsatmoqda. Global sumud flotiliyasi 2025-yil o'rtalarida fuqarolik jamiyatlari tashabbusi sifatida yo'lga qo'yilgan xalqaro dengiz harakati bo'lib, maqsadi Isroilning G'azo sektoriga qaratilgan blokadasini yorib o'tishdan iborat. Uning nomi arab tilida matonat, iroda, qat'iyat, qarshilik ma'nolarini anglatadi va Falastin madaniyatida muhim ramz hisoblanadi. Global sumud flotiliyasi 2025-yil iyulda G'azodagi genosid avj olgan davrda paydo bo'lib, Erkinlik flotiliyasi koalitsiyasi, G'azo uchun global harakat, Mag'rib sumud flotiliyasi va sumud Nusantara kabi ko'plab faollik va gumanitar harakatlarni birlashtirgan holda muvofiqlashtirilgan dengiz sa'y-harakatlariga aylandi. Flotiliya tarixdagi eng yirik fuqarolik dengiz konvoyi bo'lib, o'nlab turli hajmdagi kemalardan tashkil topgan. Ular O'rta Yer dengizi portlaridan yo'lga chiqib, Isroil tomonidan blokada qilingan G'azo sektoriga yo'nalgan. Tashkilotchilar 44 ta davlatdan kelgan faollar, siyosatchilar, shifokorlar va san'at arboblari ishtirokini hamda qo'llab-quvvatlashini ta'minlashdi. Ular orasida ayrim Yevropa davlatlari parlamentlarining deputatlari ham bor. Isroilning sumud flotiliyasini qo'lga olishi butun dunyoda norozilik namoyishlarini keltirib chiqardi. Ko'pgina Yevropa davlatlarining shaharlarida aholi Isroilning bunday noqonuniy harakatlarni qoralovchi shiorlari bilan ko'chalarga chiqishmoqda. Falastinni qo'llab-quvvatlovchi namoyishlar Yevropadan to Amerikagacha, Osiyodan to Afrikagacha keng maydonlarni qamrab oldi. BMTning genosid haqidagi konvensiyasiga ko'ra aholini hayotiy manbalardan mahrum etish, ularga gumanitar yordam kirishini to'sish ham genosid shakli hisoblanadi. Demak, Isroilning G'azoni blokada qilishi nafaqat siyosiy urush taktikasi, balki xalqaro huquq normalariga zid jinoyat ham hisoblanadi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Isroil tajovuzini keskin tanqid qildi. Bu harakatlar Isroil hukumati tinchlik niyatida emasligini ko'rsatadi degan Turkiya yetakchisi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa esa flotiliyada Nelson Mandelaning nabirasi ham borligini ta'kidlab, fuqarolarni zudlik bilan ozod qilishni talab qildi. Shu kunlarda Isroil askarlari qo'llab qolayotgan namoyish ishtirokchilari ochiq e'lon qilgani haqida xabarlar tarqalgan. Ammo natijasi qanday bo'lishi halicha noma'lum. Hamas ham o'z bayonotida Isroilning flotiliyani to'xtatishni jinoyat deb atadi va dunyoning keng ko'lamli norozilik namoyishlariga chaqirdi. Ayni paytda esa G'azo blokadasi ortidan u yerdagi aholi hamon oziq-ovqat, dori-darmon va suvdan mahrum holda yashayapti. Ochlik tarqalgan, xavfli kasalliklar epidemiyasi xavfi ham mavjud. Insonparvarlik tashkilotlari bu holatni qamal vositasida qirib tashlashni baholashyapti. Agar xalqaro hamjamiyat qat'iy choralar ko'rmasa, Isroilning bu siyosati nafaqat G'azoda, balki butun mintaqada yangi zo'ravonlik va keskinlik manbasiga aylanishi mumkinligi aytilgan. Shu bois sumud flotiliyasiga qilingan hujum bu faqat birgina voqea emas, balki G'azo xalqini yer yuzidan o'chirib tashlashga qaratilgan keng ko'lamli genosid siyosatining navbatdagi bosqichi ham deyish mumkin. Ta'kidlash kerak, Isroil tomonidan blokada qilingan, xo'rlanayotgan va zulm o'tkazilayotgan G'azo sektori aholisiga oziq-ovqat yetkazishga urinishlar 2008-yilda Erkinlik flotiliyasi nomi ostida boshlangan edi. Bunday urinishlar 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, shuningdek o'tgan yillarda ham amalga oshirilgan edi. Afsuski, bu kabi barcha urinishlar Isroilning zulmkor sionistik rejimi tomonidan to'xtatib qolingan edi. Natijada G'azo aholisiga bu yordam kuchlari yetib bormagan. Sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lgan tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.